mana bu yerda yozaman. Qanaqadir order block yoki qanaqadir SNR zona yoki qanaqadir narx bo'lsin. Farqi yo'q. Bu qandaydir maksimum nuqta bo'lsin, maksimum nuqta. Shu nuqta bor, to'g'rimi? Order block bo'lishi mumkin deyapman. SNR zona bo'lishi mumkin, narx bo'lishi mumkin yoki qandaydir shu paytda telefon bo'layapti, bu paytda sabit ovozim boryapti. Qanday narxlar bo'lishi mumkin dedik, to'g'rimi? Bu birinchi tushunishingiz kerak. Multi time frame degan narsani bozorda qanday qilib qo'llasangiz aktualroq ishlashini tushunishingiz kerak. Birinchi tushunishingiz kerak bo'lgan holat shu. Bu darslikda mana bu yerda joylab ham qo'yganmiz. Agar kimdir multi time frame'ni bilmayman yoki foydalanishni bilmayman deydigan odamlar bo'lsa, mana bu kanalimizning ichida, gruppamiz ichida bor. Malayziya SNR degan gruppa bor. Ichida multi time frame'dan qanaqa foydalanish kerak mana bu yerda yozib qo'yilgan. SNR zonani qanaqa olaman, narxlar bo'yicha qanaqa ishlayman, hamma narsa ko'rsatib qo'yilgan. Agar kimgadir qiziq bo'lsa deb, multi time frame'lardan to'g'ri foydalanish ham ko'rsatilgan. Qaysi narxda entry zonasini olsak, qaysi narxdan foydalanishimiz mumkinligi haqida gaplashib o'tganmiz unda. Xo'p. Kimgadir qiziq bo'lsa, keyin kirib qo'shilib olsalaringiz bo'ladi, darsni ko'rish uchun deyapman. Qanaqadir high time frame degan narsa bor. High time. Uni tashlab qo'yamiz, oxiriga eslating, tashlayveraman. Qanaqadir katta time frame bor, to'g'rimi? Qanaqadir SNR zona masalan tushunamiz. Order block qanaqadir SNR zona. Bozor shuni multi time frame M5 yoki M15 time frame'da bozor qanaqa jarayonda keladi? Mana shu jarayonda keladimi? Mana shu jarayonda kelib urdi, to'g'rimi? Qarangizlar, sizlar enterni ko'pchilik tushunmaydi, shuning uchun enterni tushuntiryapman. Enterni ko'pchilik tushunmagani uchun, chunki enterni ko'pchilik o'rgatmaydi-da. O'shaning uchun enterni o'rgatyapman sizlarga. Zonaga kelib urganda bozor struktura sindiradi, to'g'rimi? Shu qanaqadir zonaga kelib urgandan keyin bozor struktura sindiradimi? Shunaqa holat bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Endi sizlar mana shu holat yasalishi bor-ku, mana e'tibor beringizlar, eng kerakli joy. Mana shu strukturani sindirgan jarayon bor-ku, mana shu strukturani sindirgan jarayon impulsli harakat bilan buzsa, urg'u nimaga berilyapti? Urg'u impulsli harakatga berilyapti, to'g'rimi? Agar shu zonamizni impulsli harakat bilan buzib o'tguday bo'lsa, siz tushunishingiz kerak, bozor atrabotka zonani olib oqib ketadi, doim. Doim shu holat bo'ladi. Faqatgina urg'u nimaga beriladi? Impulsli harakat bo'lsa deb beriladi, to'g'rimi? Endi xuddi shu jarayon ikkinchi lavha bor bu yerda. Ya'ni ikkinchi lavha degani ikkinchi holatda qanaqa holatda buzsa ham ketmasligini tushuntiraman. Agarda shu joyimizga kelgandan keyin bozor sindirish jarayonida ikkita jarayon bo'lyapti, qarang. Sindirish jarayonida mana bu yerda mana shu modelni qoldirib ketgan bo'lsa, mana shuni sindirsa, siz tushunishingiz kerak, bu ложный struktura. Tushundingizlarmi? Ya'ni mana bu holatni ko'rdingizlarmi? Qarang, qanaqa jarayon bo'lyapti shu yerda. M5, M15 time frame'da bo'lyapti dedim, to'g'rimi? Shu holatni ko'rdingizlarmi? Siz tushuning. Bu yolg'onchi harakat. Bu nima qiladi? Ichiga kirib olgandan keyin impuls bilan chiqib ketadi. Zonani buzish uchun. Doim endi nima bo'ladi? Urg'u nimaga berilyapti? Zonadan qaytmoqchi bo'lsa, mana bu jarayon hosil bo'ladi. Doim. Agar shu zona order block yoki qanaqadir SNR zona yoki qanaqadir maksimum nuqtani buzmoqchi bo'lsa, mana bunaqa jarayon bo'ladi, doim. Tushundingizlarmi? Qarang, zona haqiqatan buzilmoqchi bo'lsa, qanaqa holat bo'lyapti? Zona buzilmoqchi bo'lmasa, qanaqa holat bo'lishini tushuntirdim. Tushundingizlarmi? Kim tushundi, kim tushunmadi shu narsani? Men tushundim. Men tushundim. Mana shu narsada faqat M5, M15 da, ya? Yo'q, M5, M15 emas, Umar aka, Akrom aka. Mana bu darslikda bor. Bu tavakkal aytmaydi aka. Keyin tavakkal xato qilib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda multi time frame degan mavzu bor. O'zi SNR uchun zonalarda qanaqa foydalanishimiz kerak, qaysi time frame'da nima qilishimiz kerakligigacha tushuntirilgan.
Bo'ldi, keyin ko'rib chiqaman Jasur buni. aka, shuni silkasini tashlab qo'ysangiz hamma ko'rib oladigan demak. Masalan, hozir silkasini tashlayman, lekin hozirgi dars mavzusi saqlanib bo'lmayapti. Buni aytib qo'yapman. Bu zonani o'zlari tushunib olishlari uchun. Mana mavzusini Tushundim men tashlab qo'ydim. uni. Yo'q, bu anavi Gulpayazdan bormanmi? Ko'rib chiqdim bir ikkitalarini. Kecha endi vaqtim bo'lganda. Ko'pchilik xato qiladigan zonalardan bittasi. Hamma xato qiladigan narsa bu multi time frame. Multi time framening ichidagi jarayon ko'pchilikni uxlatadi-da. Bilasizmi? Mana shu jarayonni ko'pchilik tushunmaydi. Ko'pchilik mana buni kutadi, biladi, hamma biladi. Lekin qanaqa jarayonda buzib o'tishiga e'tibor bermaydi. Impuls bilan buzib o'tyaptimi yoki maydalab buzib o'tyaptimi? Mana shu narsa juda ham qiziq. Masalan, mana shu narsa bozorda ahamiyatli nuqtalardan bittasi. Mana endi ixtiyoriy parani aytamiz. Ixtiyoriy parani aytsangiz, mana masalan tillo. Masalan tillo. To'g'rimi? Qarang. Bozor nima qildi? Birinchi tushunamiz. Qanaqadir zonaga bozor borib urdi, to'g'rimi? Qarang. Qandaydir zonaga bozor borib urdi. Mana zona buzilishini tushuntiryapman. Bitta high bor, low bor, to'g'rimi masalan? High bormi? High bor. Akrom aka e'tibor beryapsizmi? High bor, to'g'rimi? Ha, Lowni sindirishdan oldin mana bu yerda nima qilib qo'ydi? Chaynaldimi? Chaynaldi dedi, korreksiya. Keyin buzilib ketdi. E'tibor bering. Bizga keyin impuls bilan buzgani qiziq emas. Mana lojniy holat qanaqa bo'lyapti? E'tibor beryapsizmi? Chaynalgandan keyin impuls bilan buzgani qiziq emas bizga. Bizga mana bu lowda impuls bilan buzish kerak edi. Mana bu holat shakllanmasidan oldin bo'lishi kerak edi. Urg'u berildi, to'g'rimi? Bizda ikkilanadigan nuqta mana bu holat shakllandi. Demak, shu holat shakllandimi? Qarang nima bo'ladi dedim. Shu holat shakllanganda bozor nima bo'ladi dedim. Mana bu yerda trend yasab qo'yadi. E'tibor beryapsizmi? Mana rasmni ham qarang. Mana trend yasab qo'ydi, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Endi trend yasab qo'ygandan keyin bozor shu joyda ichki struktura yasaydi. Mana e'tibor bering. Keyin nima qildi? Shu yerga chaynalib qolib, baribir mana bu hayda oladi. Buzadi aka buni. Ha. Hayda oldi. Baribir buzadi. Bekordan bekorga aytilmaydi, zonalarga e'tibor beriladi, jarayon degan tushuncha bor. Xo'p, mana buni qarang. Qarang. Mana bu holatda nima bo'lyapti? Bozor nima bo'ldi? Impuls bo'ldi, to'g'rimi? Ha, impuls bo'ldi. Mana bu hayasali bu yoqda nima bo'lib qoldi bozor? Chaynaldi. Yo, struktura berish jarayoni qanaqa bo'ldi? Chaynaldi mana bu yerda, to'g'rimi? Chaynaldi. Tushuning, buni bozor tozalaydi bor. Ha. Baribir tozalab ketadi. E'tibor beryapsiz? Baribir tozalaydi. Men sizga o'tmishdan ko'rsatmayapman. Yo'q, hozirgi bu kalonimiz qurilgan davrdan ko'rsatmayapman-da. Hozirgi realniy bozordan ko'rsatyapman. Ha, uni tushuntirmanmi? Yo'q, qolganlar tushunadi. Jasur yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Huzur kayfiyatlar, unaqa gapingizni bo'ldim. Darsingizga sal kechroq kirdim-da. Hozir endi qarab turibman, yaxshi narsani o'rgatyapsiz. Zapis bo'lyaptimi, yo'qmi, shuni so'rayman. Yo'q, zapis bo'lyapti, balik. O'zi hozir boshlandi, lekin ko'p bo'lmadi. Mana Akrom aka o'rganib tushunib oldingizmi? Sizdan so'rayman, qarang. Akrom kim? Elmurod. Davay, yaxshi maqolinglar. Men hozir kech kirib qoldim-da, xabarim bor edi dars bo'lishingiz. Bo'ldi, eshitib turingizlar bo'lmasa Shamozov bilan tushuntirib ketaman. Bo'ldi. Qanaqa bu nimaga shakllanar ekan? Bizda doim qarang, esingizda qolsin. Order blok, ya'ni zona bor. Ko'pchilik ishonib qoladi-da. Qanaqadir narxga kelgan bozorda ishonadiki, shu haqiqatdan shu narx bizda qaytarib yuboradi. Mana bu yoqda nima bo'lyapti, qarang. High, low. High, lowni bittaga buzdim bozor. Yo'q, buzmadi. Nima qildi? Buzishdan oldin nima yasadi? Mana shu hozirgi tushuntirilgan jarayon bor yana, to'g'rimi? Buzishdan oldin mana shu narsa yasalyaptimi? Siz tushunishingiz kerak, bu zona buziladi. To'g'ri, bu katta time frame ko'rsatib. Bu entry time frame ning g'oyasi. Bu katta time frame ning uchun. Xohlagan time frameingizga tushadi. Nima bo'lyapti? Qarang. Endi mana shu holatda nima bo'ladi? Mana bu nima bo'ladi? Zona SNR bo'yicha bu nima? Zonami? Support bo'ladimi? Qanaqadir support resistant zonalar mana bular, to'g'rimi? Bu, to'g'rimi? Lekin men bitta narsani tushundim. Mana model yasalgandan keyin nima bo'lish kerak dedim? Bu model buzilishi kerak dedim. Bu qayda buzadi dedim, to'g'rimi? Buzilmoqchi bo'lsa, qarang nima bo'lyapti. Maksimum
maksimum. Shuni zonani ichiga kirib olib nima qildi? Struktura berdimi? Shuni buzib ketadi. Baribir buzib ketadi. Yana e'tibor beringlar, yana shu model. Men aytyapman, zona mana shu oxirgi kelgan minimum maydalab sindiryaptimi? Tushuning. Shuni ichiga kirib oladi, buzib ketadi bu zonani. Buzib ketadi. Kutib turish kerak ekanda. Bo'ldi. Tushundim. Shu qanaqa holatda yasayapti, yana urg'u beryapman. Mana bu strukturani qanaqa holatda sindirgani juda katta ahamiyatga ega qismda. Mana shu strukturani sindirish jarayoni nima uchun efirda ozgina kutamiz deyman. Yangi time frame ochilsa yoki yangi sham ochilsin deyman, to'g'rimi? Ya'ni men kutib turgan jarayon ham xuddi shu. Strukturani sindirishini kutasiz. Qanaqa impuls bilan, demak, o'shani impuls bilan sindirsa, qaytishidan selga kirib ketamiz. Agar unaqa chaynalib sindirsa, o'shani tozalash uchun bayga kirib ketamiz. Holat, to'g'rimi? Qarang, bu holat dedim, to'g'rimi? Lekin qarangizlar, yana ikkinchi tangani ikkinchi tomoni ham bor. Men urg'u aytyapman, yana bitta joyini aytib ketaman mayli. Tangani ikkinchi tomoni ham bor. Mana bu holat bor dedim, to'g'rimi? Bu zonada shakllanadi deb aytdik. Lekin shunaqa holat bo'ladiki, o'chirib qo'yinglar. Shunaqa holat bo'ladi, impuls bilan buzib o'tadi, lekin bozor tepaga ketadi. Da, ko'rganman bunaqasini. Lekin o'sha jarayonni ham tushunishingiz kerak. Agar boydan nima deb aytdik? Bitta struktura bo'ladi dedim, to'g'rimi? Agar mana shu holat, mana strategiyani o'rgatishdan oldin men liniyani chizdim, kimdadir esda bo'lsa. Hay bor dedim. Alloh bor dedim, to'g'rimi? Mana bu chiqib ketishidan oldin mana bunaqa holat bo'ladi dedim, to'g'rimi? Strukturani yasab ketadi dedingiz. Ichki holatda mana bu yerga yasab ketilgan struktura bo'ladigan bo'lsa, shuni olib uchib ketib qoladi bozor. Shu modelni olib chiqib ketadi-da. Mana shu modelingizni ichi nima bo'ladi, qarang. Hello, to'g'rimi? Mana modelcha bo'ladi. Mana xuddi shu narsani chizyapman, qarang. Impuls bilan buzdi. Nima deysiz? Hamma urg'u beradigan narsa nima? Mana bu yoq sinni dedik, to'g'rimi? Sinni deb aytdikmi? Sel ketdi dedik. Yo'q, lekin urg'u bering, nimadan ketyapti bu? U strukturani olib qaytyapti bu. Judayam eng kerakli ma'lumot bu. To'g'risi, o'zi ko'pchilikka tushuntirmayman. Shuning uchun entryda qilinishi kerak bo'lgan xatolar bular. Entryda hamma qiladigan xatolarni ko'rsatib o'tdim. Mana bu impuls bilan buzib o'tsa qanaqa holat bo'ladi dedim. Impuls bilan yorib o'tdimi? E'tibor bering, bu qanaqa holatda yorib o'tdi? Birinchi urg'u, ikkinchi holat. Impuls bilan yorib o'tilgandan keyin agar o'sha narsa bo'lmaydigan bo'lsa, impuls bilan oqib ketamiz. Mana bu zonamiz aktual yoki aktual emasligini tushunishimiz uchun yasalgan strukturaga e'tibor beramiz, ichki holatiga. Bozorda fake yasaydi. Ya'ni yolg'onchi struktura yasaydi bozorda. Shu narsani tushunsangiz bo'ldi. Yolg'onchi struktura yasaydigan payti bozor buzishini tasdiqlab qo'yadi o'zi. Qanaqa holatda buzmoqchi ekanligini ham aytadi. Faqatgina o'sha holatda ozgina tushunishingiz kerak, o'sha joyga ozgina sabr qilishingiz kerak. Xo'p, kimda savol bor? Aka, nima gaplar? Yangilar. Tinchmisiz, charchamayapsizlarmi? Siz charchamayapsizmi? Aka, mana 130 da сделкам bor edi, shuni bir ko'rib bera olasizmi? U 130 ni o'tgan hafta siz aytmasiz? Yo'q, men aytmagandim lekin. Hozir ko'rib beraman. Ko'rsatdim-ku hozir. Shunday impuls bilan bizdan bir yoqda ko'rsatib bersangiz. Qaysi para ixtiyor para tanlayapsizlar? Men para tanlamayman ekan. Masalan, mana buni ishlatib ko'rsatdim. Hozirgi siz ko'rsatgan tillarda ham o'shanaqa bizgan bilan, lekin anchagina oqib ketdi tilla. Misol uchun pozitsiyaga kirsa o'sha qaysi joyda aytyapsiz? Oqib ketganini ayting. Birinchi ko'rsatgan joyingiz bor edi-ku, birinchi ko'rsatganingiz. Qayni buzadi dedingiz-ku, o'sha boya misol qilib ko'rsatdingiz. Hozir. Belgilab. Mana bu joyingizmi? Shuni aytdingizmi? Ha, aka, shuni aytishdi. Siz birinchi navbatda qarangizlar. Liquidness'da o'zini 6 ta modeli bor-da. Ana i qo'ygan aka sizga aytyapman. 6 ta modelni tushunmasangiz, befoyda mana strategiyalaringiz. Chunki bozor doim liquidness'ga yiqqani harakat qiladi. Shuni ham aytib qo'yaydi.
o'zini modelini tushunishingiz kerak. Qayerda qachon shakllanishi kerakligini tushuning. Agar o'shani tushunsangiz savdo qila Yo'q, olasizda. bundan oldingi aka mana bundan oldin ko'rsatyapsiz. Sal oldinroq ko'rsating-da, Yo, olqishdan o'zi mana. funt Model- dollarga o'tdim-da. Hozir funt dollarga o'tdim hozir. To'xtang, yana bir ko'rib olaylik. Xo'p, qarang. Aka eshityapsizmi? Qarang. Bozorda birinchi e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Birinchi zonani ko'rasiz, to'g'rimi? Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa zona. Zona nima bo'ladi dedim? Ikkita model aytdim. Mana bu qanaqa model? High, low, high, low, high. Sindirdi, to'g'rimi? Impuls bilan sindirib o'tdimi? Aka. Hop, qarang. Mana bu narsa nima bo'ladi dedim? Impuls bilan yorib o'tsa ham dedim. Lekin minimumidan bozor xarakter oldimi, impuls bilan chiqib ketamiz dedim, to'g'rimi? Mana bu rasm, birinchi rasm. To'g'rimi? Ha, endi qarang. Bozor mana bu nimasi? Xuddi shu narsani minimum nuqtasi. Mana minimummi? Minimum nuqta, to'g'rimi? Xo'p. Bozor mana bu strukturani yasashdan oldin, mana bu minimumni sindirishidan oldin, mana bu minimum edi. Mana bu minimum sindirishdan oldin qanaqa jarayon bo'ldi? Jarayonni birinchi tushunamiz. Bozor kelib urdi, chiqdi, urdi, chiqdi, urdi, chiqdi. Oxiri urgan payt nima qildi? Qancha likvidnost yig'di bozor shu yerda? E'tibor beryapsizmi? Qancha likvidnost yiqqani? Siz mohiyatni tushuning. Mohiyat nimadan iborat? Bozor aytyapman, 3-minimumdan impuls olyaptimi, buzish ehtimoli kattalashadi. 3-minimum 1, 2, 3 bo'lyapti. Mana shu minimumdan xarakter olyaptimi? Bu haylarni buzish ehtimoli juda ham katta. Tushunyapsizmi? Qayerdan olsa harakat qanaqa impuls bo'lishi. Modelda bu oddiy qilib aytay, mana bu model. Oddiy holat. Modelni tushunsangiz bo'ldi, u narsani ishlatib ketasiz. Xo'p, bu birinchi holat, birinchi rasm. Yo'q, hali minimum sindirmadi-ku. Minimum turibdi hali. Qaysi mana high, to'g'rimi? Qarang, siz bozor chiqib ketish jarayonida high bor, low bor, to'g'rimi? High bormi? Hali sindirmagan-ku hali. Men shuning uchun bozor ochilgandan keyin harakat qilaman. Bozor ochilmasdan oldin. Qarang, mana bu yerda nima qilyapti? Yana shu model. Va eng yaxshi ko'rgan modelim bu high, low, to'g'rimi? High, low. Mana bu fil ko'rib nima qilyapti? Qayerdan xarakter olyapti yana? E'tibor beryapsizmi? Yana shu minimumidan xarakter olyapti. Yana chiqib ketyapmiz. Mana bularmi? Yo, uni o'zini qoidasi bor. Uni qoidasi bor. O'zim ishlatadigan qoidam bor ekan. Uni holatlari bor. Hozir birinchi modelni tushundingizmi? Mana modelni. Aka shunday chotki rahmat aka. Xo'p, endi ikkinchi modelni ko'rib chiqamiz. Tushundim, Jasurbek, rahmat. Endi ikkinchi modelni ko'rib chiqamiz. Qarang. Bozorda yasalaydigan struktura bor dedim, to'g'rimi? Qarang. Bozor qayerdan birinchi navbatda xarakter oladiganini tushuning. Birinchi qarang. Mana bu joyini tushuntiraman. Bir boshidan tushuntirib ketaveraman. Hamma model shu yerda turibdi. Xo'p. Qarang. High, low, high, low. Ichkidan nima qilib ketdi? Struktura nima qildi? Shu yoqda. Sindirdi, to'g'rimi? Mana shu joyini ko'rib chiqamiz. Mana bu chunki bu yoqni ochmaydi-da bozor o'zi agar unaqa qilsa. Mana bu zona nima edi? SNR zona masalan, to'g'rimi? H4 time frame, o'zini multi time frame bor. Men aytganman, o'sha darsda ko'rasizlar. Multi time frame o'tdim. 15. Va men ichiga nimaga o'taman dedim? Ichki holatga qanaqa holatga o'tyapman? Struktura holatiga o'tyapman, to'g'rimi? Mana bu holatga o'tdim. Bozor nima qildi? High, low. Bu high, low. High bormi? Jarayon nimani shakllantirdi? Struktura shakllantirib qo'ydi, to'g'rimi? Lekin mana bu impuls nima? Juda ham katta impuls bo'ldi, to'g'rimi? Hamma narsani buzib ketdi. Hamma narsani buzib ketadigan holatda bu yoqda nima qoldirib ketdi bozor?
Zona. Shu zonangiz nima bo'ladi? Qarangizlar, zonani katta impulslar bilan buzib ketilsa, mana qoida bu. Zonani katta impulslar bilan buzib ketilsa, o'sha zonangiz atrobotkasi yana impuls bo'lishiga sababchi bo'ladi. Qoidani tushundingizlarmi? Zonani agar katta impulslar bilan buzib ketdimi, shu zonangiz buzib ketilgan zonani atrobotkasi yana impuls bo'lishiga nima bo'lar ekan? Sababchi bo'lar ekan. Yana shunaqa impuls bo'ladi. Endi qarang. Men nima dedim? Shunaqa impuls bo'lishiga sababchi bo'ladi dedim, to'g'rimi? Aha. Endi urg'u beryapman. Endi isbotini qarang. Mana shu impuls kattaligi bormi? Bor. Atrobotkadan keyin yana shunaqa impuls bo'ladi aka. Shu narsani unutmang. Doim shu narsa takrorlangan bu. Hajmdan hajmga ko'chishmi o'shanda? Hajmdan hajm ham deyishadi. Endi o'sha hajmdan hajmga nima uchun ko'chish kerakligini ham tushunish kerak birinchi navbatda. Chunki hajmdan ko'chishini bilamiz, lekin qanaqa holatda ko'chishini bilmaymiz-da. Endi o'sha jarayon bo'lib qoladi, shunday. Endi ana shu narsani to'g'ri kelishini aytyapman. Shuning uchun urg'u zonani impuls bilan buzilishi struktura berishi yoki zonani impuls bilan struktura sindirgandan keyin jarayon yoki uchinchi jarayon. 3 ta model chizib berdim. Uchalasini ham qonun qoidalari bilan aytdim. Qanaqa holatda zonani buzmoqchi bo'ladi, qanaqa holatda yasalgan struktura fake struktura bo'lishini aytdim, qanaqa holatda impuls harakat bo'lishini aytdim. Mana 3 ta jarayonda entresini tushuntirdim sizlarga. Kimda savol bor? Mana shu holat qilib ko'rsatdingiz-ku, xuddi shu holat tillarda kuzatilayotganda shunaqa kuchli impuls bilan tushdi bozor hozir. Yo'q, mana qarang, bitta narsani aytib o'tay sizga Muhammad Yusuf aka. Bu haftalik, mana shu haftalik Tilon harakati bor-ku. Aha. U yangiliklar asosida bo'ldi. Bozor bunaqa harakat bo'lmasdi aka. Men ancha bo'ldi bunaqa harakat ko'rmaganimga. Mana bunaqa kechani o'zida bozor 2000 punktmi, 3000 punkt yuraverdi. Juda ham katta yurish qildi bozor aka. 23-noyabr 24-yil bo'lgan ekan. Kecha ko'rib chiqdimmi? Yo'q, bunaqa shuning uchun aytyapman. Tilloga mas. Aha. Mana shu ham qarang, xuddi shu siz o'rgatgan bundan oldingi grafikda ko'rsatdingiz. Xuddi shunaqa bo'lib turibdi. Impuls pastga kelyapti. Yana xuddi o'sha 60-70 zonaga borib, keyin yana oqib ketadi dedingiz-ku, birinchi boshlanishdan oldin ham. Bekordan bekor bo'ynaman mana buni chizmadim aka. Mana bu harakat bor dedim-ku. To'g'ri. Qarang, mana bu narsani bittani qarang. Bozorda impuls bilan yorib o'tishga o'tdi, lekin hozir bozor qaytishga sabab ko'p. Chunki bitta откатный harakat bo'lish kerak. Buni qarang, qancha harakat asos turibdi. Ko'ryapsizmi? 1, 2, 3 divergensiyasi bor. Continuation trendi bor. SNR zonamiz bor. Shuning uchun aytdim, bitta M15 time frame'da men kutaydigan narsa, mana shu holatda bitta narsa kutyapman. Bozor tushdi, to'g'rimi? Mana yashil bor, tushdi, chiqdi mana. Yana tushdi, yana chiqdi. Mana shu hozir tushishi mumkin. Bozor ochilganda payt bozor pastga tushishi mumkin. Tushgandan keyin mana shu strukturani sindirib qo'ysa ketdik yana. Bitta jini ketaveradi bozor yana tepaga. 80gacha yetmasak bo'ladi. Tushunarli aka. Hozir aytayotgan strukturani sindirmasdan pastga model yasaydi bu mana M5, 15larda. Mana minimum bizmasdan-da liniya hosil qilib, keyin buzib chiqib ketishi mumkin. Mana bu zonalarimizga tushadi menimcha bu. Bu zonalar shuning uchun chiziladi, shu uchun chiziladi. Bu zona kelishdi. Mana hozir kichkina model hosil qiladi-da bu. Mana qizil shamlar bilan yopilyapti, pastga yana sekin tushadi mana zonalardan-da, keyin ko'tarilib ketishi mumkin mana zonalardan. Bo'lishi mumkin aka, lekin men bitta narsa aytay, agar bozor gap bilan bayga ochiladi-ku, shu narsani unutmangizlar. Gap bilan bayga ochilishsa, bitta lojna harakat bo'ladi degan fikrdaman-da men. Bugun mana shu harakatda lojna harakat bo'ladi degan fikrdaman. Nima uchun deganda, agar bozor mana bu yoqlarda ochildi, tasavvur qilingizlar, mana bu yoqlarda ochildi, to'g'rimi? Mana shu yoqda ochildi. Ochilgandan keyin ko'pchilik borki nima qiladi? Gapni to'ldirgandan keyin bozor yana bay ketadi degan fikr bo'ladi, bilasizmi?
Gap bo'lib ketadi. Hamma bir xil fikrli edi-da. Agar mana shu gap bilan ochilgan payt bozor mana bu maksimumdagi yashil shamni hayi bor-ku 3050 da turgan ekanda. Agar masalan deyapman, masalan nima bo'lishini oldindan fikrlab tushuntirib beryapman, nima bo'lishi mumkinligini. Agar bozor borib mana shuni hayni tozalasa, bozorda ehtimoli kattalashadi serga tashlashda. Da, sel zona besladi. Sel zonagacha tushish kattalashadi. Chunki bozorda hozir oddiy oxirgi pulni olmoqchi bo'lsa, oxirgi pulimiz mana shuda. Mana shu hay. M15 dagi. Mana shu hayda olish kerak bo'lsa 3050 da. Keyin bozor pastga tashlashimiz mumkin. Hozirgi strategiya kim tushunmadi? Hozirgi Hozir hamma ham men shuni aytyapman-da, Aka Jasur. tushundik, chotki. Jasur aka, Bitcoin'ni ham ko'rib bering, aka. Jasur aka, ancha bo'libdi. Eshitdim. qarang, savolim noto'g'ri bo'lishi mumkin. Просто men o'qigan joyimda bir xil strategiyalar tilida ishlamaydi deyishganda, bu Qaysi strategiya? например, shu Fibo shunaqa bir Fibo zo'r xillarda. ishlaydi. Hech qaysida ishlamasang Fibo tilloda zo'r ishlaydi. Ha, unda men Faqatgina qarang. Ismingiz nima edi aka? Dilmurod aka, Dilmurod. Dilmurod aka qayerda o'qigansiz? Live Trade Bobur Adilovda o'qigan. U o'zi Fibochi-ku bola. Fibo Ganna Fibo. Ganachi bilaman aka. Gana qadam bilan yuradi. Ha, shunaqa. Lekin tillaga aralashmaydilar, lekin baribir tillaga aralashib qo'yaman deb. Endi bo'p Jasur, turadi. bitta savol bor-da. Mana shu hozir mana shu tillada turibdi-yu. Mana shu chiqdi, bayga chiqib, o'sha selga ishora berib turibdi ikkita nima bilan. Misol. O'sha yerda hozir meni taxminim gap bilan pastga ochiladi-da bu. Meni taxminim yana pastga ochilib, keyin men qilayotganim tepaga bayga ketadi. Boya aytdi-ku bu tozalash. Tepada ikkita hay. Ana shuni men qilyapman-da. Men kecha o'shani deb o'tirib, o'shani chizib chiqdim. Shu ikki tomonlama. Hozir aytganingizdek ham, hozir men gapni pastga beradi deyapman-da. Balkim bo'lishi mumkin aka. Jasur aka. Chunki siz tushuntirgan darslik bo'yicha qayersan? Bitcoin'da xuddi shunaqa narsa turibdi-da. O'shani ko'raman deb esidan chiqib ketdi. Bitcoin'ni ko'raman. Bitcoin mana 88 ming. Qarang, keyin bitta ключевой narsa aytayin. Agar Bitcoin tilla ochilgunga qadar bozor pastga ketaversa, men sizlarga bitta strategiya o'rgataman. Agar Bitcoin, mana shu Bitcoin oqyapti hozir, to'g'rimi? Mana shu oqib ketaversa, men sizlarga har dushanba bitta strategiya o'rgataman. Dushanba kuni ishlaydigan bitta zo'r strategiya o'rgataman. Bu chunki 3-marta sinashim bo'ladi-da, 3-si ham o'xshasa bo'ldi. Ko'p ishlataman aka. SMT ishlataman bo'ldi. Aka u narsa yo'q, unaqa narsa. Ancha ishlatib ko'rganman aka. Ko'p yeydi odam. Ko'pchilik yeb qo'yadi. Lekin SMT'si zo'r ishlaydi, mana men aytyapman. Ishlatib ko'rganman-da. Masalan, mana bu bor-ku. High low, to'g'rimi? High. Mana bu holat hagda turibdi. Kek qo'yaman, kumush. Xuddi shu jarayon boradi, tushadi. Mana bu holat bo'ladi. Bu ikkita high yasaladi, bunga ikkita low yasaladi. Bo'ldi. Retestchasidan oqamiz. Bu ham retest. Yasaydi. Shu modelni yasasa bo'ldi. Tushunaman men. Shu ikkita modelni yasasa tushunib olaman. Shunday. Endi men tilloda ko'p o'tiraman, tilloga shuni ishlataman. Lekin o'shani tushunishingiz kerak-da. Qayerda uni shakllanadigan joyi ham bor-da. Любой joyga ishlatmaysiz uni. O'zini shakllanadigan joyiga shaklantirasiz.
Bu unaqaku bitcoin-ku bu. Bu tillarda rosa zo'r ishlar ekanda. Xo'p, qaraysizlar. Mana bu narsani aytib ketaman. Hozir o'rayotgan strategiyam. Mana bu nima? High, to'g'rimi? Low. Mhm. Low, High. high, High yasalashdan oldin nima qildi bo'lsa mana bu yoqda? surkida yasadi. Keyin impuls bilan buzdi. Biz tushuning, o'sha bo'ldi. Qolganiga qo'pib qo'ysam tupurib qo'ying. Mana shu narsani ko'rdingizmi? Siz tushunishingiz kerak, ichiga kirib olib boradi, shunda yechadi bozor. Ha. Ha? Bitcoin nima bitta aka 74 mingga tushmasdan ketmaydi Bitcoin. Bitcoin 74 mingdan pastga tushmasa ketmaydi. 6 soatdan keyin bu haftalik switch yopilar ekan. Keyin bozor oylikka bo'ysunadi aka. Mana shu oyda oxirigacha bozor mana shu 74 mingni olib ketadi desam nima deysiz? Qara aka. Mana shu Bir oy aprelda shu bo'ladigan aprelda. holat. Aprelda bo'ladi mana shu narsa. Ha, chunki mana shunday keladi. Mana bunday bo'lib ketadi. Bitta tepib borib ketadi. Shipil ko'rib ketadi. Da bitta shpilka uzun beradi. Qaytarib Chunki urib ketadi. chunki mana bu model bor-ku. Mana bu yasalgan modelni bozor отработкасini qilmadi. Bozor tushdi, chiqdi, to'g'rimi? Mana bu qolib ketilgan. Ya'ni o'zim yaxshi ko'rgan model borda. Mana bu ikkalasi bozor ikkita narx bor Bitcoinda. 74 mingga ishonib 74 mingga yoki bitta joyini ham aytib o'tib ketay. Bitcoinga 74 mingga ham juda ham ko'p ishonib qolmaysizlar. Bitcoinga 74 mingga juda ham ko'p ishonib qo'ymaysizlar. Chunki 74 ming narxda juda ham ko'pchilik kutyapti, bitta sizlar emas. Shu 74 ming narxda juda ham ko'pchilik kutgani uchun bozor bitta ish qilishi mumkin. Mana shu joyda bor-ku, hammani o'yindan chiqarishi mumkin. Oddiy qilib aytay. Sizlar nima qilasizlar? Eng zo'r ideyani aytaman. Bozor 74 mingga kelib uradi, to'g'rimi? Mana kelib urdi. Kirmang bayga. 74 ming kelib ursa ham kirmang. Ichiga kiradi-ku. Shu ichidan keyin chiqqandan keyin qo'shiling. Ungacha qo'shilmang Bitcoinga. Mana shuni ko'pchilik bizga qo'llamaydi. Zona kirgandan suqadi-da, keyin qaraydi, shotim slif bo'lyapti, nima qilamiz degan fikr bo'ladi. Lekin mana shu narsani yaxshilab o'rganingizlar. Mana shu 3 ta modelni zo'r o'rgansangiz ancha plyusga chiqasizlar. Mana shu 3 ta model juda ham katta ahamiyatga ega-da. Bo'ldi, buni hozir men ertaga polni darslarni qaytadan kirib yotib chiqaman o'sha hammasini. Multitime filmlar. Yo'q, mana shu hafta chiqarmadim-da reels. Mana shu hafta chiqarmadim. Ko'p chiqyapti Instagramimizda. Trampni gapi ham kuchli ta'sir qilyapti, menimcha. Har hafta gapiraman debdi, soliq stavkasini har hafta o'zgartiramiz debdi. Shunday. Soliq stavkasi har hafta o'zgaradi debdi. Unaqamiz yaxshi-da, xudo shukr, aktiv yaxshi Instagramda. Aka, men bilasizmi qaysilarga target yoqqanman? Darslar bor-ku, kombo strategiya mana bular. Mana bu strategiyalarga yoqilgan. Nima uchun desangiz, darslikka yoqilgandan keyin mana bunaqa top videolar o'zi chiqib ketaveradi. Topdagi videolar bor-ku. O'zi chiqib ketadi, ularga shart emas-da. Ko'p narsa, lekin mana shu yerda hazil-huzul deymiz, lekin Instagramning o'zida ham ko'p strategiya o'rgatilganda mana bu yoqda. Bilmadim, lekin ko'pchilik foydalanmaydi. Ko'p, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydi lekin o'shanga ham. Demak, hammaga Jasur aka, bitta savol bor edi. Xo'p. Bitta savol bor edi, eshityaptimi?
Ha, gapiring. Trader ko'p strategiyani bilgan yaxshimi yoki bitta strategiyani yaxshi bilgan Yo'q. yaxshimi? Bitta